bir xalqlar tashkilotning bir xalqning qayg'usini vakillik qilma degan bek yo'g'on gap bu. Mesela Türkiye'de bo'lgan saylamning rasmlarini avatdim dedi. Avustraliyada bo'lganda men aytib ko'raylik. Bu Avustraliya to'g'riliq so'zlabdi ama Dünya Kuruluş saylami demokratik bo'lmadi. Bu Avustraliyada saylam demokratik bo'lmadi, sandık qo'yilmadi deb. Bu kalladan ketgan sarang bu uydan chiqmagan kim uqmaydi, bu atidan kechkicha uyga solinib ketib, talat nim bo'lyapti uqmaydi. Hey Dilyar, Mostanek, Avustraliyada Xitoy virusi qamal qilindi ayni vaqtda. Bilamsan shu saylamniki boshlanishdan burun Dünya Kuruluş saylamidan burun saylamga nomzod chiqib saylamga sandık qo'ydigan vaqtlarda qamal qilindi, uydan chiqamadi Avustraliyada. Bu Dünya Kuruluş'un yig'inini bu saylamni aql surishga bo'lmadi. Bir yil surildi ilmi, bir yil qisaqmi qildik, qimsaqmi qildik degandan keyin bu qanday qilamiz deb bu tashkilotlar Avstraliyadagi ham aralashmani qo'ymasa, bu tashkilotlar maslahatlashdi, eng yaxshi usul qaysi deb aktivlar Dünya Kuruluşiga chiqib kelayotganlar shu vazifa 6-qurultaydan dedi. Şunun bilan eng yaxshi usul bu guruhlardan, jamoat guruhlaridan vakillarni saylab chiqib, shuni xalqning o'tirg'ini qo'yaylik, qo'shilsa xalq umumiylik anki shuni vakil ko'rsataylik degan bir usul bo'lib, Adelaide qanday bo'ldi deganda, Adelaide Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatida eng chong jamiyatimiz bor, bosh jamiyatimiz, butun jamiyatlarning eng ustidagisi. Bu jamiyatimizning muavin raisi o'zini jamiyatga vakolatan, hay'atlarga vakolatan nomzod qilib ko'rsatdi. Jamiyatning qarmog'ida Tangirtaq xonim-qizlar uyushmasi deb bor. Tangirtaq Uyg'ur xonim-qizlar uyushmasi inglizcha Outwa deydi. Bu gruppimi uzun yildan yoqi jamiyatning qarmog'ida chiqib kelayotgan aktiv ayollar gruppasi. Bu gruppadimi bular o'z oldiga hukumatga tizim qoldirgan. Lekin Avstraliya jamiyatining qarmog'ida grupp bor. Bu gruppadimi ish ko'ylan o'zini 3 oylan nomzod qilib ko'rsatdi. Ondan yana o'z oldiga hukumatga tizimlatgan lekin jamiyatimizning qo'l ostidagi yana bir tashkilot Club Avstraliya Sharq Turkiston futbol klubi. Buningda bir shikadam o'zini nomzod qilib ko'rsatdi. Ondan hukumat tizim qoldirmasmi? Lekin grupp shaklda xalqimizning xizmatini qilib kelayotgan jamiyatning qarmog'ida ishlab kelayotgan yoshlar guruhlari bor. Qadinaslar gruppasi deb dal shu Musa Paynakning ishidagi yoshlar guruhisi bor. Bular 40 yoshlar, tangchupallar, bular oilasi bilan bular bilan cho'ng bir jamoat. Bular vakil ko'rsatdi. Ankin Poet deb guruhi bor, People of West Turkiston deydi. Bu Avstraliyada tug'ilgan bolalar asosan. Bular 15-16 yoshdan tortib 30 yoshgacha bo'lganlikdagi nihoyat aktiv ishlaydi. Cho'ng bo'lgan kelgusida shu davoni davomlashtiradigan bir yoshlar guruhi, nihoyat aktiv bolalar, jonliq bolalar. Bulardan o'zini vakil qilib ko'rsatdi. Ondan bu Atlas Project deb bu to'rlarda Atlas orqali kiyimlarga har xil loyihalarga Atlas kirgizib, shu orqali millatni tanishtirib bir faoliyatlarni qilgan ehtimol xabaringlar bor. Atlas Projectni qilgan qizlar bo'lgan. Ulardan bir ikkisi o'zini nomzod qilib ko'rsatdi. Ondan bu yuqorqi guruhlarda bo'lmagan jamiyatning Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining normal a'zolaridan bir qanchamiz ishchilar menba o'zimizni nomzod qilib ko'rsatdik. Ondan bu nomzodlarni WhatsApp guruhlarida har xil usullar bilan, ba'zida ko'rish imkoniyati bor, ko'rishga yerlarda har xil vositalar bilan xalqni o'tirg'iga tashildik. Qo'shilamsizlar, sandiq qo'yib saylam qilamidik, hukumat ruxsat qilmaydi bunga. Agar qo'shilsanglar, shu fikringlarni hamma qo'shilmasanglar, fikringlarni desanglar bo'ldi, yoki qo'shilmaydigan ish bo'lsa, o'rniga kimlarni ko'rsatsizlar. Degandek shaklda har xil savollarni xalqning orasiga tashildik. Oxiri shu nomzodlarni xalq tanlab oldi. Xalqninki, demak, bu bir xil shakl o'zgargan saylam shakli bo'ldi. Bu Janubiy Avstraliyadagi vakillarni hech kim Janubiy Avstraliya xalqiga vakillik qilmaydi, deyolmaydi. Buni bu Don Kixot uqmaydi. Bu nereden buldu bu aralashmasa ya birisi bilan paranglashmasa, bu Adelaideki birisi bilan hech bo'lmagan o'zi bilan tanishish qadinaslar guruhidagi bir kishi bilan paranglashgan bo'lsa-mu, ular deb beradi-da qanday bo'lganligini. Uqmagandan keyin shunday qalaymiqan bitni so'zlaydi uni ibdo